Azizlar, bayramona dasturimiz davom etadi. Sarhisob rukuniga navbat beramiz. Chunki bugun yilni oxirida o'ziga xos tarzda sarhisob amallarini bajarayotgan va siz bizga ajoyib lavhalarni taqdim etayotgan insonlarimiz bor. Xushkayfiyat elchilari bor. Demak, mehmonlarimiz orasida sevimli hamkasbim, qadrdon do'stim ham bor va ularni tashrifi to'g'risi meni juda ham xursand qildi. Nilufar Haydarova, so'z sizga. Sanjar Qurbonov, Navoiy Metallurgiya kombinati axborot xizmati rahbari hamda Sayyora Azimova Farhod madaniyat saroyi xodimi mutaxassisi hisoblanadi va bugungi xalqimizning sevimli boshlovchisi. Albatta, xalqimizning sevimli boshlovchisi. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Yangi yillar kelayotgan. Sanjar aka, agar ruxsat bersangiz, men Sayyoraxonga murojaat qilmoqchiman. Bugun Farhod madaniyat va san'at saroyi nafaqat Navoiyda, balki butun respublikada dong'i ketgan san'at maskani. U yerdan juda ham ko'plab iste'dodlar, yoshlar chiqqan. Mana hozir kuylab o'tgan ajoyib do'stimiz ham Serjon Janahmetov ham mana shu saroyning vakili, xodimi hisoblanadi. O'tayotgan yil qanday bo'ldi sizni jamoangiz uchun va kelayotgan yildan qanday umidlar qilyapsiz? Endi bilasizmi, 2025-yil ham o'ziga xos bir yangiliklarga boy bo'ldi. Sababi jamoamizdagi ko'pgina ishtirokchilar, ansambullarimiz respublika va xalqaro tanlovlar laureati bo'lishga muvaffaq bo'ldilar. Albatta, bu biz uchun ham quvonarli. Har bir yilimizdan orzuyimiz ko'p. Shu 25-yilda orzuyim bor, shu ushalsin deymiz, bo'ldi deymiz-ku, yo'q. Unaqa bo'lmas ekan. Cheklanmas ekan. Kelayotgan yangi yilda yana ham orzu umidlar qilaverar ekansiz. Mana shunaqa orzu umidlarimiz ko'p bo'laversin, ushalaversin. Mana shu san'atdan qolaversa, mana shu har bitta ijodkorlarning chiqishlaridan xalqimiz mamnun bo'lib yursin. Va ko'pchilik bilmaydi, men bir sirni bugun ochiq e'lon qilishim kerak. O'zbekiston Respublikasida Navoiy viloyatidagi davlat tadbirlarini bosh ovozi Sayyoraxonning ovozi hisoblanadi. O'sha tadbirlardagi she'rlar, deylik, o'sha anjumanlardagi sahna ortidagi maxsus insonlarni ma'ruzalardan iqtiboslar, xususan o'sha davlatimiz rahbarining murojaatlaridan ajoyib so'zlarni keltirish albatta Sayyoraxonning zimmasida va men har doim mana shunaqangi ovozni eshitganimda qanaqadir qalbim to'lqinlanib ketadi. O'sha ustoz san'atkorlar Nasiba Ibrohimova, Dilorom Qambar va Ra'no Umarovalarni bir izdoshi deb bilaman sizni. Aynan O'zbekistonda bunaqa iste'dod sohibalari juda kam, ya'ni davlat tadbirlarida hamma ham boshlovchilik yoki sahna ortida ovoz o'qiy olmaydi. Ko'pchilik bilmaydi. Misol uchun bayram kayfiyatida o'tirganda chiroyli she'r o'qibdi shu qiz, chiroyli gaplarni gapiribdi deydi, lekin aslida bu san'at ovozini, ya'ni haligi bosh sahnani bosh ovozini ko'pchilik bilmaydi. Men Sayyoraxonni mana shu ovozlarni eshitganimda, o'sha boya aytib o'tganimdek Ra'no Umar va Dilorom Qambarvalarni, Nasiba Ibrohimovalarni izdoshi deb bilaman. Har doimgidek sizga ham murojaat, mana shu ustozlarning yo'lidan boryapsiz. Shogird ham tayyorlayapsizmi? Endi shogirdlar ham bor. Hozirgi kunda Jamshid Azizov degan shogirdimiz bor. U aslida o'zi qo'shiqchi. Lekin boshlovchilikka ham qiziqadi. So'z san'atiga juda ham qiziqadi. Tayyorlayapman. Yomon emas. Erkak ovoz paydo bo'lyapti. Anjumanlarda. Ko'z tegmasin va o'sha salobat bilan diqqat qiling, Navoiy viloyati mustaqillik tantanalari boshlanmoqda degan so'zlarni o'zida ham bir salobat bor. Keling, yangi yilni bir e'lon qilib bersangiz, ya'ni deylik, o'sha Farhod madaniyat saroyida yangi yil tantanalarini siz qanday e'lon qilasiz? Aziz yurtdoshlar, mana yangi yil kutilishiga ham oz fursatlar qoldi. Barchangizni
kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan samimiy muborakbod etamiz. Bayram muborak. Ana ovoz, ana salom. O'zgacha ovoz. Qoyil. Hali bu mikrofonlarda, katta karnaylarda qanchalar jarang sochadi. Sanjar aka, so'z navbati sizga. Rahmat. Jurnalist, mana shu sohani bir yutuq mutaxassisi sifatida, bloger sifatida bu yil siz uchun qanday his qoldirdi? Rahmat. Navoiy kom-metallurgiya kombinati axborot jamg'armasi axborot xizmati rahbari bugun Sanjar aka mana shu sohada, yo'nalishda qanday ishlarni amalga oshirishga ulgurdingiz? O'sha o'tayotgan yil davomida nimalarni maqsad qilgandingiz, nimalarga erishdingiz? Rahmat. Avvalambor aziz teletomoshabinlarimizga ham kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin deymiz. Albatta, mana shu yilni yakunlanganda har bir soha o'zini sarf hisobini qiladi. Shu jihatdan men birinchi navbatda Navoiy televideniyasining Assalomu yangi kun dasturiga minnatdorchilik bildiraman. Chunki yil davomida Navoiy kom-metallurgiya kombinati jamg'armasining tibbiyot, ta'lim, madaniyat muassasalari, sport, fan, innovatsiya, barcha yo'nalishimizdagi mutaxassislarni mana shu dasturga taklif qilib, ular bilan juda chiroyli suhbatlar tashkil etildi. Bu jihatdan sizlardan juda katta minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki 2026-yilda ham bu an'anamiz davom etadi, chunki bu xayrli an'anada. Albatta, chunki Navoiy kom-metallurgiya kombinati jamg'armasi ijtimoiy sohaning juda katta qismini o'ziga jamlab olgan. Demak, biz o'sha tibbiyot muassasalarimizni aytamizmi yoki bo'lmasa madaniyat, sport, qolaversa dam oldirish muassasalarimiz, o'sha bolalar oromgohlarimiz juda katta keng qamrovli jarayonni demak boshqaradi, buni tizimlashtiradi. Shu jihatdan 2025-yil jamg'armamiz uchun ham juda ham muvaffaqiyatli yillardan biri bo'ldi. Chunki yilni boshidan qaraydigan bo'lsak, har bitta mana shu bitta insonni o'zini inson sifatida his qilishi, barcha bugungi yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, barcha berilayotgan imtiyozlardan foydalanib yashashini his qilishi bu juda katta insonda nima deydi, ham ruhiy jihatdan ko'taradi, ham o'zini mana shu jamiyatga kerakligini his qilishiga yordam beradi. Men o'ylaymanki, mana Sayyor opam aytdilar, bizada bayramlar boshlansa madaniyat muassasalarimiz eng oldi qatorda bo'lishadi. Yoki bo'lmasa mana shu yil nafaqat viloyatimiz uchun, respublikamiz uchun sport sohasida muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Shu jihatdan jamg'armamiz tasarrufidagi sport muassasalarida erishilgan yutuqlar ham mana shu nimaga mos jihatdan bo'ldi deb o'ylayman. Chunki Osiyo chempionatlari, xalqaro turnirlar, jahon chempionatlarida bizning sportchilarimiz ishtirok etib juda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yoki bo'lmasa yoz faslida mana shu Navoiy kom-metallurgiya kombinati, kasaba uyushmasi kengashi tashabbusi, qo'llab-quvvatlovi bilan 12 mingdan ortiq bolalar dam oldirildi. Tasavvur qiling, bularning har biri juda katta mehnat bilan mana shu oromgohlarimizni tayyorlashdan boshlab 3 oy davomida ularni qabul qilib, ularni mazza qilib dam olishiga mana shu jamg'armamizni mehnatkash jamoasini hissasi katta bo'ldi. Va o'ylaymanki, mana shu sanatoriyalarimiz bor. Bugun O'zbekistonning turli jabhalari, demak mintaqalarida, hududlarida bizni sog'lomlashtirish majmualarimiz, sadgohlarimiz faoliyat olib boryapti. Ana o'sha yerda demak bizni konchilarimiz, mehnatkashlarimiz dam olishyapti oilasi bilan. Qolaversa, nafaqat ular, balki biz barcha mana shu sanatoriyalarimizda dam olishni xohlagan O'zbekistonning xohlagan insonlari mana shu bugungi kunda dam olish imkoniyati berilyapti. Ko'ryapmizki, demak bizda erishilayotgan, harakat qilinayotgan har bir ish mana shu jamg'armamiz tomonidan mana shu xalqimiz uchun, mehnatkashlarimizga keng imkoniyatlar yaratib berishni maqsad qilgan va o'ylaymanki 2026-yilda ham juda katta maqsadlarni ko'zlaganmiz, rejalarni qo'yganmiz oldimizga va bu jihatdan men 26-yilda tibbiyot sohamizda aytaylik, juda katta bir tibbiy uskunalar olib kelinyapti, xususan angiograf uskunamiz juda aniqlik darajasi, o'sha tashxis qo'yishda aniqlik beradigan mana shunday tibbiy uskuna yil boshidan xudo xolasa mana shu
bizni mehnatkashlarimizga o'zini xizmatlarini ko'rsatadi. O'ylaymanki, yil hammamizga o'zini eng unutilmas daqiqalarini hadya etdi. Bu jihatdan jamg'arma faoliyati o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarini yuqori darajada bajara oldi deb to'laqonli ado eta oldi. Va kelgusida ham sizlar bilan birgalikda jamg'armani olib borayotgan faoliyati, ayniqsa mutaxassislarimizni, chunki bizni har bir mutaxassisimiz mana shu yerga kelganda tomoshabinlarimizga juda katta ma'lumotlarni beryapti, foydali ma'lumotlarni beryapti deb o'ylayman va sizlar bilan hamkorlikni 2026-yilda ham davom ettirishdan umidvor bo'lib qolamiz. Barchalaringizga yana bir bor kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin deb qolamiz. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Va bayram tilaklarini Sayyoraxondan eshitamiz, keyin hamkasbimizga yuzlanamiz. Marhamat. Shu o'rinda umuman barcha yurtdoshlarimiz mana shu Navoiy televideniya kompaniyasi jamoasini kirib kelayotgan yangi 2026-ot yili bilan samimiy qutlaymiz. Butun jamoamiz nomidan haqiqatdan ham oxirlab borayotgan eski yilimiz tarix zarvaraqlariga muhrlanyapti. Kelayotgan yangi yilimiz xayrli, barakali, omadli yil bo'lsin. O'tib borayotgan yilimiz albatta juda ham zo'r bo'ldi. Keladigan yilimizda ham umidimiz juda ham katta. Har birimizni qalbimizga bayram shukuhini hadya etib kelayotgan yangi yilimiz hammamizga omadli kelsin. Bayram muborak azizlar. Rahmat, Sayyor opa, sizdan albatta siz ovozingizda yangi yil haqida she'r eshitamiz. Mani tabrigimdan keyin agar ruxsat bersa, marhamat, marhamat. Va bizni tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlarimizga, navoiyliklarga va aziz hamkasblarimizga kelayotgan 2026-yil muborak bo'lsin. Mana shu yangi yilda juda ko'p rejalarni oldimizga qo'ydik, maqsad qildik. Ham kasbimiz yuzasidan, ham shaxsiy hayotimiz yuzasidan o'ylaymanki 2025-yil hayotimizda unutilmas izlarni qoldira oldi va 26-yil ham mana shunday bir yil bo'lishiga umidvormiz va barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan yana bir bor tabriklaymiz. Rahmat. Endi yangi yilda hozir yangi yilda asosiy qahramoni Qorbobo va Qorqiz. Bizda ayni damda Farhod madaniyat saroyida yangi yil ertaklari boshlangan, o'g'irlangan yangi yil deb nomlangan. Shu jarayonda men e'lon qilib ketaman. Barcha viloyatdoshlarimizga, hamshaharlarimizga, shahrimiz mehmonlariga e'lon yangi yil ertaklarimiz bo'lib o'tmoqda. Sizlarni taklif etamiz. 9:30, 11:30, 12:30 va 15:30 da bo'lib o'tyapti. 2-yanvardan 10-yanvargacha hammangizni farzandlaringiz bilan taklif etamiz va aytdim, Qorqiz yangi yil qahramoni, shu uchun Qorqiz sifatida bolalarni tabriklayman. Bolajonlar, ana she'r sal ana bo'ylada mayli. Shunaqa qiling. Boshqa she'r aytmoqchiman. Salom deymiz sizlarga, sizdek o'g'il qizlarga, aqlli donolarga, bilimdon zukkolarga. Qutlug' yangi yilingiz, archa bayram to'yingiz. Tashakkur. Boyagi adashgan joyingiz qilib qoldim. Shunday qilaylik. Albatta bu hazil azizlar, ajoyib jamoa vakillari bizda sarhisob rukunida mehmon bo'lishdi. Sayyoraxonga va Sanjarbek Qurbonovga minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Bayram dasturi davom etadi va biz bilan hamrohlik ekanligingizdan xursandmiz. Go'zal tarona maxsus lavha bilan davom etamiz. Marhamat.